Bu yerdagi har bitta qabrda tilovat bilan o'tkazadi. Buxoro xon Abdullaxon boshlab yerdan 16-asr yarmida Shayboniylar sulolasidan bo'lgan Buxoro xon Abdullaxon tomonidan masjid qurildi. Mana endi tarixiga e'tibor bering. Imom Buxoriy milodiy 810-yili Buxoroning Qorako'l tumani Qo'yken deb atalgan bir qishloqda Ziyolilar oilasida tavallud topadi. Bu kishiga Muhammad deb ism qo'yildi. Ismi Muhammad, otasi Xo'ja Ismoil. Xo'ja Ismoil savdogar bo'lgan. Onasi esa Qur'onni yod olgan o'ta ilmli, taqvodor ayol bo'lgan. Imom Buxoriyning bittagina Ahmad ismli akasi bo'ladi. Azlar Imom Buxoriy 2 yoshga yetganlarida ko'zlariga shikast yetadi. 2 yoshida umuman ko'r bo'lib qolgan. Ota-ona Muhammadni tabiblarga ko'rsatdi, tabiblar davolab bo'lmasligini aytdi. Oradan 2-3 yil vaqt o'tib, Imom Buxoriy 4-5 yoshlar chamasi bo'lgan. Bir kuni onaizor har galgidek yarim kechasi tahajjud namozini o'qib, joy namoz ustida soatlab duo qildi. Onaning ko'zlari o'sha joy namoz ustida uyquga ketdi. Ona bir tush ko'rdiki, tushlarda Ibrohim alayhisalom ayon berdi. Ey volida deydi. Seni Allohga qilgan duolaringni Alloh mustajab qildi. Ona qaraydi. 2 yoshida ko'zi ojiz bo'lgan Muhammad 4 yoshlarda bu yorug' dunyoni ko'ra boshlagan edi. Manazlar bir onaning duosini Alloh shunday mustajab qiladi. O'shandan so'ng bu inson Buxoroning oddiy madrasasida o'qigan. Bu inson 7-8 yoshlarda qori bo'lgan. Yosh bola paytida o'sha Qur'onni yoddan bilgan. Imom Buxoriy 10-11 yoshida 70 mingdan ziyod muborak hadisni yoddan aytib bera olgan. Lekin azmehmonlar bu inson bola paytida otadan ajraydi. Bolaligida ota vafot etgan. 16 yoshga yetganlarda ilmi shu darajada bo'ladi. Bitta kitobni bir marta o'qib, o'shani yodda saqlab qolish qobiliyat bo'lgan. Qarang, 16 yoshlarda Imom Buxoriy akasi Ahmad va onasini olatda haj ibodati uchun Makka ga boradi. 16 yosh bo'lgan. Haj ibodatini qiladi. Makka Imom Buxoriyga juda yoqib qoladi. Imom Buxoriy onasiga aytadi: "Onajon, men mana shu Makkada qolib, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni muborak hadislardan to'plasam" deb 16 yoshli Muhammad arab davlatlarida qoladi. Mehmonlar mana sizlar bunday turaylik dema. Bu toshga yetganlarda bitta kitobni bir marta o'qib, bitta kitobni yodda saqlab qolish qobiliyat bo'lgan. Imom Buxoriy 16 yoshlarida Ahmad ismli akasi onasini olib haj ibodati uchun Makka ga boradi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni muborak hadislardan to'plasam deb 16 yoshli Muhammad arab davlatlarida qoladi. O'sha qolishda bu inson 40 yildan ziyod vaqt arab davlatlarida bo'lgan. Aziz mehmonlar, Imom Buxoriy Kufada, Qohirada, Misrda, Makkada, Madinada, Hijoz, Shom, Nishopur, Basra eng ko'p yashagan joyi Makka bilan Madina bo'ladi. Imom Buxoriy arab davlatlarida 40 yildan ziyod vaqt yurib, 600 mingdan ziyod hadislarni to'playdi. Ular ichidan 7275 ta sahih hadislarni ajratib, ularni kitob shakliga keltiradi. Arablar butun unvonlar berdi. 16 yoshida arab diyoriga borgan Imom Buxoriy 58 yoshida vatani Buxoroga kelsa, akasi, onasi olamdan o'tib ketgan ekan. Qarangki, Imom Buxoriy butun Buxoro xalqiga ilm o'rgatdi. Buxoro xalqi bu insonni juda hurmat qildi. Bu ko'pchilikka yoqmadi. Bu yerda Buxoroning amiri bo'lgan Xolid ibn Ahmad Zuhali Imom Buxoriyni chaqirdi. Sen deydi xalqqa emas, faqatgina kelib meni farzandlarimga ilm o'rgatasan deganda, Imom Buxoriy shunday hadis aytdilar: "Beshikdan to qabrgacha ilm izlanadi amirim. Farzandlaringiz mening madrasamga kelib, mening madrasamda tahsil olsin" deganda amir men aytganimni qilmadi deb bu kishini Buxorodan quvg'in qiladilar. Imom Buxoriy ona vatani Buxoroni majbur tark etib, qadimdagi mana shu qishloqqa keladi. Bu qishloq Xartang deb atalgan. Aziz mehmonlar, bu qishloqda Imom Buxoriyning bittagina qarindoshi G'olib ibn Jibril bo'lgan. Imom Buxoriy keladi, shu yerda yashaydi, qo'lim topadi, lekin og'ir betob bo'lib qoladi. Endi vafoti tarixda shunday keladi. Xasta paytida hozirgi Samarqand shahridan bir chopar kelar ekan. Chopar aytadi: "Samarqand ulamolari ertangi hayit namozida ustozlik qilishingizni so'rayapti." Rozilik bildiradi, bu kishiga ot keltiradi. Imom Buxoriy ot yoniga borar ekan, bitta uzangilarga oyoq qo'yib, ikkinchi uzangiga qurbi yetmaydi. Otga mina olmaydi. Imom Buxoriy shunday vasiyat qildi: "Meni vafotim yaqin, shu qishloq qabristoniga dafn qiling." Bu insonda
farzand bo'lmagan. Imom Buxoriy uzoq vaqt duolarda bu dunyoni umuman tark etadi. Bu melodiy 810-yilda Buxoroda tug'ilib, melodiy 870-yil Ramazon oyining oxirgi kunida 61 yoshida Imom Buxoriy mana shu qishloqda vafot etgan. Azizlar, bu inson vafot etganida jasadidan ter quyilgan. Qarang, bu holatning sababini hech kim bilmagan. Imom Buxoriyning o'zining vasiyatiga ko'ra mana bu yerda qabri bor. Mana shu yerda qabrga dafn qiladi. Dafn kechasi qabrdan nur taragan. Bu joydan xushbo'y hidlar taragan. O'sha davrda odamlar kelib qabr tuprog'idan xonadonlarga olib keta boshlagan. Bir ulug' insonning qabr tuprog'i dardmanlarga shifo bo'layapti deydi. Tez orada qabr ochilish joyiga kelib, yon atrof mutasaddilar qabrni tuproq bilan yopib, yog'ochlar bilan o'rab, Imom Buxoriyning qabri 10-asrlardan ziyorat qilib boshlandi. Mana endi 2 daqiqa yana e'tibor berasizlar mehmonlar. Ko'pchilikdan savol bo'ladi shu to'g'risida. Mana shu hovli Sovet ittifoqi davriga kelib omborxona qilib ishlatiladi. Mana bu tomoni yon tozor bo'lgan. O'rtada bu narsa saqlangan. Bu ko'chalar buzilib ketdi mehmonxona o'rnida. Ko'chalar chang ko'cha bo'lgan. 1956-yillar Indoneziya prezidenti Sukarno Moskvaga davlat ishi bilan borib, Moskvada Imom Buxoriyning qabrini ziyorat qilishlikni so'rab qoldi. Imom Buxoriy o'zi kim? Qabri qayerda hech kim bilmagan. Topinglar O'zbekiston, Buxorodan topolmagan. Necha kun deganda mana shu yerdan topib qarasa, butun xarobalik, mehmondor qilishga ruslar uyaladi. Aytadi, o'lkamizda uzoq joyda ekan. Bu yerlarda samolyot qo'nadigan joy yo'q. O'zimizda mana Lenin mavzoley bor deganda Sukarno yig'ladi. Men piyoda borib olib keladi poyezdda, majbur. 3,5 kun berlarni tozalab, 4-kuni kechasiga to'g'rilab olib kelgan. Qarang, Indoneziya prezidenti yalangab kelib, hovlidan emaklab keladi, mana shu yerga joynamoz to'shatadi. Chunki u inson qori bo'lgan. Rahbarlar o'yladi, yarim soat tilovat chiqib ketadi. Yo'q. Tong otguncha qori yig'lab Qur'onni o'qiydi. Tong otib, xaroba joydaligini ko'rib yig'ladi musulmonlar. Shunday buyuk muhaddisning qabri shu joylardami? Beringlar, men olib ketayin. Qancha kilogramm qabr tuprog'i bilan olsam, agar tuproq tonna bo'lsa, vatanim hisobidan men sizlarga tonna tilla beraman deganda, O'rta Osiyo muftiysi Ziyoduddin Boboxonov bo'lgan. Toshkentlik bo'ladi. O'sha inson aytadi, agar siz olib ketadigan bo'lsangiz, bizchi o'zimizdan keyingi avlodlarga nima deb javob qilamiz deb qabrda saqlab qoldi. Azizlar, shundan so'ng eski masjidlar buzildi. Shu yerda edik. O'zimiz bilan ko'rdik. Mana bu yerda bir 250 kishilik namozxona bor. Ular 1200 kishilik namozxona qurildi. Ular ham buzildi. Mana bugun 10,000 kishilik namozxona qurildi. Azizlar, bugun siz hadislar ilmining sultoni bo'lgan Imom Buxoriyning qabrini ziyorat qilyapsizlar.